Айтеке би атамыздың жатқан жері Өзбекстан Республикасының Нұрата ауданында орналасқан. Бүгін 2018 жылы 27 тамыз. Осы жердің нақты координатасын астыңғы сілтемеде көре аласыздар. Айтеке би атамыздың мавзолейіне кіріп шығайық. Мавзолейға кіргенде алдыңызда Сейітқұл әулие жатыр. Ал тор жақта Айтеке би бабамыз жатыр. Qabri Samarqandda. Shunga Chimkentda katta haykalni qo'yishdi, Xudo xolasa Samarqandga to'ymoqchilar. Ana bu to'rda qozoq elining kichik juzi Ayteke bi bobomiz yotibdilar. Kichik juz alim 4 qara ulug'dan bu kishi. 1644-1700 yilda olamda 56 yoshlarida qaytib kelganlar bo'lgan. Tushunlaringizmi? 2008-yilda Rashkotda bo'ldi, ya'ni kovlab bosh suyanlarini olib Rossiyaga etib, ham analiz, ham yuristlarni yasattirib olib keltirib qo'yganmiz. Hozir muzey ochiq, remont bo'lyapti. Mayli endi sizlar kelibsizlar, kirib suratga tushasizlar. Tushunlaringizmi? Bu kishining o'rinlari Nurotada juda ko'p. Tojik, o'zbek bo'lib ketgan kelib ziyorat qilishadi. Navoiy viloyatining hamma yerida bor. Ko'pincha Nurotada, Qonimbeq, Zarafshon, Uchquduq, Tomchi, Nurumtog, Do'ngalar deydi juda ko'p. Dunyoning hamma yeridan bu kishiga ziyoratga kelishadi. Chunki bular Alloh suygan bandalar. Bular o'lgan bo'lsa ham o'liga haligacha ikkita davlatni tinchligini ushlab o'tiribdi. Bordi, keldi. Mana hozir sizlar keldilaringiz shu kishi uchun. To'g'rimi otamiz uchun? Ular qadamlaringizga gullar bizlar hurmat qilib kelibsizlar. Mavzoleydan chiqqandan keyin o'ng жақта Айтеке биге арналған мұражай бар. Сол жағымызda kelген қонақтарға арналған қонақ үй бар. Айтеке бидің мавзолейінің алдында мынандай мұнара бар. Осы мұнараға біздер кіріп шығайық, және көрінісін көрсетеміз. Тапшандар жасалған екен. Айтеке би атамызға тағзым етіп, Жаңаөзен тұрғындары зират етіп келген екен. Міне қазір біз олармен амандасуға
Nazarboyev и Miramonovich, Shavkat Mirziyoyev. Mana kitoblar, yangi kitoblar chiqdimi? Menga keladi kitoblar. Mana bu mana yaqinda keldi mana bu tomli kitoblar. Nasionalniy обычаи traditsiya kazakskiy etiket. Masalan, bu zo'rda bu kitoblar, ba'zilar o'qiydi buni o'tirib. Ichida hamma narsa bor. Даже mana oddiy qaraviy o'riydi. Qachon chiqqan? С какого года? Qanaqa bo'lgan? Eshik qayerga qarash kerak? Usti nimaga ochiladi? Hamma narsasi bor. Masalanda hamma narsa. Qizilo'rdan hokimi keldi. Voh, mushuk ekan Qizilo'rdan hokim. Kuchurboyev. O kişiler alimlik dengeyidagi kishilar. Zo'r ekan. Shu yerda ishlaydi, havo sog'lig'ida shu yerga birinchi qo'ydi keldi bir 50 kishi bo'ldi. Zo'r so'zlardi gapirdi. Yaxshi odam ekan. Ana shu boshqa ko'ngillaringiz tinch bo'lsa, mana otamiz yotibdilar. Mehmonlar kelib ketyapti, Xudoga behisob shukr. Sami globni nima? O'zimiz tinchligimiz kerak. Tinchlik bo'lsa, hamma ish bo'ladi. Pasportda o'zbek yozyapmiz. Endi Samarqand, Buxoro tillari endi tajik tili bor. Bu yoqda turatinlar aslida o'zbeklarmi? O'zbeklar. Endi bu yoqdan bir ko'p qozoqlar ketib qolgan bo'ldi. Ya qozoqlar ham ko'p edi. Boya aytdim-ku, men sizga shu qozoqlar keladi. Mana qishloqda bor, qasda bor, hamma yerda o'sha kitoblar yo'q ularda. Shu intiladi olay shu kitobni deydi. Lekin bu muzeyniki aytaman o'g'lim, bu muzeyniki olma. Shuning uchun mehmonlar keladi, ko'radi. Aytib beraman bobo deb.